Ravshan aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Doston Xo'ja Umarov. Internetda shovqin qilib tashladinglar. Men mashinani sotsangiz soting. Odamlar kutib o'tiribdi. Menga yozishyapti, telefon qilamiz, ko'tarmayapti. Buni soting, kimdir mazza qilib minsin. Albatta sotamiz. Qachon sotamiz? Shu bugun sotib yuboramiz. Shu bugun, shu videodan Shu keyin. videodan keyin sotiladi. Javobmi? Javob. Bo'ldi do'stlar. Uka, men senga aytaman, 3200 dollar realniy narx beraman deb kelishdi, lekin biz 2,5 mingga beramiz deymi? 2,5 mingga beramiz. Addushi. Prosta motori ketgan, motorni qilib olsa bo'ldi. Nariyoq buyoq 3300, 3,5 mingga ham tushsin. Zato Lacetti. Gazi ham bor. 400 ming yurgan. Hadovoylari qilingan. Ballonlari ham yaxshi yuradigan holatda turibdi. O'zi ideal bo'lib turibdi, aka. Prosta soting, mazza qilib minsin. Bugun do'stlar, mana like bosib, Lacetti olaman degan do'stlarga taqlab jo'natib tashlanglar. Doston Xo'ja Umarov arzon birovga podpiska tashlashni esdan chiqarmanglar. Do'stlar, mana shu Lacettini olganga mana Best Cover jamoasi, firmasi chexol podarka qilib ketishdi. Mana shu Lacettini olgan inson mazza chexollarni taqib, oila ro'zg'orini bossin tashlab ketishdi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, bosamiz 2,5 ming dollarga. Ulgurib qolinglar. Mana ham suyunchisiga nimadir qo'shib beraman. Abdushi ukam? Javob. Bo'ldi. Mana suyunchisiga qo'shib berar ekan shu bola. Faqat videoni ko'rgandan keyin podpiska bosib qo'yiladi menga. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas.